Aytsam ishonmaysizlar. Saryosiz, margarinsiz 4 ta dona mahsulotdan shunaqa pesochniy bo'lgan pechenegimiz tayyor bo'ldi. Uyilida tuxum, un, shakar, yog' topilsa bo'ldi. Pechenegimiz tappa tayyor. O'zim ham pishirayotganda rosa ikkilanib pishirdim. Qotib qolmasmikan, qattiq bo'lib qolmasmikan deb pishirib ko'rdim. Mazasi ham, hatto yumshoqligi ham juda ham zo'r bo'lar ekan. Umuman qotib qolmas ekan. Sizlar ham bitta pishirib ko'ringlar. O'xshasa mana duo qilish esingizdan chiqmasin.